Deyl Karnegining "Do'st orttirish" kitobini "Itingga yaxshi ism qo'y" degan mavzuda gaplashamiz. Ya'ni bu nima degani, Deyl Karnegi bu bilan nima demoqchi, hammasini video davomidagi hikoyalarda eshitib o'zinglar uchun bir olsanglar bo'ladi. Birinchisi Henri Henk degan menejer bo'ladi va uni qo'lida mexanik ishlaydi. U o'zini ishini ustasi bo'ladi, lekin oradan vaqtlar o'tgandan keyin, misol uchun odam 20 yil, 30 yil ishlagandan keyin uni ishini sifati baribir pasayib boradi. Ya'ni o'sha odamni ham ishini sifati pasayib, yaxshi ishlamasligini boshlayotganda Henri Henk unga chiroyli tushuntiradi. Ya'ni sen judayam yaxshi ishlaysan, shu paytgacha zo'r ishlab kelyapsan, bizga judayam kerak odamsan. Ya'ni bu yerda odamni ya'ni shu o'zini kerakligi hissini ham beradi. Keyin unga ya'ni ism, ya'ni obro' qo'yib qo'yadi. Ya'ni sen zo'r ishchisan degan. Ya'ni sen zo'r ishchisan, bizni yerga qaratmaysan. Prosta senga hozir ko'payib ish ko'payib ketganligidan, sen hozir misol uchun ulgurmay qolyapsan, yaxshi qaraganlikka degan, misol uchun aylanib o'tib, mazmunni yetkazib qo'yadi. Ya'ni seni ishing o'xshamayapti deganda chiroyli qilib, ya'ni sen zo'r ishchisan, bizga yoqasan, shuncha paytdan beri zo'r ishlab kelayotganding, lekin hozir ishlar ko'payib ketganligidan sen ulgurmay qolyapsan. Qanaqadir yechim bormikan shunga, nima deb o'ylaysan degandan keyin u o'sha qo'lida ishlaydigan yaxshi mexanik undan keyin bor jon-jahdi bilan ishlaydigan va o'zini eski holatiga chiqib qoladigan bo'ladi. Ikkinchisi, bitta shirin so'z, oddiy kompliment bitta cho'ri qizni hayotini qanday o'zgartirib olganligini ko'rishinglar mumkin. Ya'ni quyidagi hikoyada. Bitta shu cho'ri qizga kompliment berishadi. Misol uchun, seni ichingda xazina bor. Ya'ni bitta gap. Bu qiz sal oshxonaga uyalib chiqib ketadi-da, shu narsani o'ziga aytadi, bir marta takrorlab ko'radi. Ya'ni uni o'zi tasvirlagan, ya'ni sal yuzlari anaqa bo'lib ketgan, oyoqlari qiyshiq deb tasvirlagan kitobda. Men unchalik yaxshi tasvirlolmayman, chunki kitlarni yaxshi o'qimadim. Shu xayolimga keldi. O'ziga qaramaydigan, o'ziga ishonchi past bo'lgan cho'ri qiz deb tasavvur qildim. Keyin o'sha gapdan keyin ertasiga qiz men ayol bo'laman deb o'ziga haligi anaqa maqsad qo'yib, chiroyli bo'lib o'ziga qarashni boshlab, bittasiga turmushga chiqayotganligini aytadi shu kitobda. Yaxshi detallarni o'qimadim. Ma'nosi shu, misol uchun shu qiz bitta gapda, ya'ni unga bitta taytl qo'yib qo'ydi: "Seni ichingda xazina bor, ya'ni seni potensialing bor. Sen misol uchun yaxshiligiga loyiqsan." Chunki uni eski leybeli, ya'ni uni eski ismi Meri Idishwar. Masalan, shunaqa Meri Cho'ri shunaqa bo'lib qolgan, lekin yangi leybeli, unga yangi qo'yilgan leybel bu o'sha "Seni ichingda xazina bor, sen shu xazinasan" degan gap bo'lgan. Uchinchisi stomatologni xonasidagi bo'lgan voqea. Ya'ni stomatolog bilasizlar, o'sha idishi bo'ladi. Undan suv olib o'zinglar chayishinglar uchun kerak bo'ladigan idish bo'ladi. O'shani bitta klient qarab, ushoq ichida changi bo'ladi. O'sha changini ko'rib, og'zini chaygisi kelmaydi. Shundan keyin stomatolog o'sha xonani tozalaydigan odamga xat yozadi. Chiroyli qilib, misol uchun, qadrdonim shunaqa-shunaqa, siz shuncha paytdan ishlab kelasiz, menga misol uchun judayam foydasi tekkan. Agar misol uchun judayam ko'p ishlaringiz bo'lib, vaqtingiz yetmayotgan bo'lsa, ozgina ko'proq ishlashingiz mumkin. Shunda misol uchun mana shunaqa narsalarni ham tozalashga vaqtingiz yetib qolishi mumkin. Albatta, men sizni ortiqcha ishlashingizga qo'shimcha pul to'layman deydi. Sizdan ozroq pul to'layman degandan keyin, misol uchun, ertasiga qarasa, o'sha idishini, boshqa narsalarni ham umuman toza ko'rmagan, chekkadagi qanaqadir detallarni ham tozalab qo'yadi. Ortiqcha ko'proq ishlaydimi? Yo'q. Misol uchun, u prosta taytl qo'yib beradi. Ya'ni bitta nom, siz zo'r ishchisiz, menga judayam muhim odamsiz deb turib obro' qo'yib beradi. Qanchalik muhimligini ko'rsatib qo'ysangiz, men bu odamga muhim ekanman, men shuni oqlashim kerak, yuzini yerga qaratmasligim kerak, misol uchun ko'nglini og'ritmasligim kerak degan narsa hamma odamda bo'ladi. Bu oddiy psixologiya, hammamizga kerak bo'ladigan narsa. To'rtinchisi, qanaqa qilib oddiy o'qituvchi bitta yomon xulq-atvorli bolani yaxshi tarafga o'zgartirgan. Misol uchun, judayam ko'p bola bor, sinfda urush ko'taradi,
Misol uchun boshqalarga yoqmaydi, qizlar sochini tortadi. Shunaqa bolalarni qanaqa qilib, misol uchun bitta o'qituvchi oddiy shu usuldan foydalanib, yaxshi tomonga o'zgartirgan. Misol uchun yangi o'qituvchi keladi, hammaga yaxshi xislatlarini o'zlariga aytib o'tib ketadi. Misol uchun qizlarga aytadi: "A, sen yaxshi chizasan ekan. A, sen yaxshi qo'shiq aytasan ekan. Sen yaxshi nima qilasan ekan" deydi. O'sha bolaga kelganda, sen lider bo'lgin, menga shu bolalarni jimlatishga yo bo'lmasam shu bolalarga lider bo'lib bera olasanmi deydi. Ya'ni yaxshi tarafga undaydi. Shu orqali u bola role model, ya'ni model bo'lib o'shalarga qarashadi. Misol uchun sinf sardori bo'ladi. Ya'ni bizda ham adashmasam judayam ko'p maktablarda eng ko'zurman deydigan bola sinf sardori qilib qo'yiladi. Misol uchun men 5-sinfgacha adashmasam sinf sardori bo'lganman. Keyin sinf sardori bo'lmagan. Hissadan hissa shuki, boshqa odamlarga siz qilmoqchi bo'lgan ishni, ya'ni siz ularda ko'rmoqchi bo'lgan sifatni obro' qilib beradigan bo'lsangiz, o'shanga qarab yashaydi siz uchun. To'g'rimi?